Biz sovg'a haqida o'ylaganimizda odatda xayolimizga kiyim-kechak, gullar yoki shunga o'xshash qimmatbaho sovg'alar keladi. Vaqt o'tgani sari anglaymizki, hayotdagi eng katta sovg'a bu shubhasiz salomatlik. Har bir ota-ona farzandini xavotirga solmaslik uchun doim men yaxshiman, faqatgina biroz charchadim deydi va o'zidagi og'riqni yashiradi. Ammo yurak, qon bosimi, jigar yoki buyrakdagi muammolar ko'pincha asta-sekinlik bilan hech qanday og'riqsiz rivojlanadi va aynan shuning uchun ham salomatlikni yo'qotmasdan profilaktik, ya'ni check-up tekshiruvlardan o'tish eng to'g'ri yechim hisoblanadi. Check-up bu shunchaki tahlillar to'plami emas, bu tananing to'liq profilaktik nazorati. Sog'lig'ingizni erta bosqichda tahlil qiluvchi, ko'zga ko'rinmaydigan muammolarni oldindan aniqlab beruvchi tizimdir. Bir so'z bilan aytganda, tanangiz uchun texnik ko'rik desa ham bo'ladi. Farzand sifatida biz ota-onamizga ko'p narsa sovg'a qilamiz: kiyim, telefon, hatto sayohat. Ammo ularning tinch uxlab, quvonchli tabassum bilan yurishini hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham check-up bu nafaqat tekshiruv, balki ularga sog'lom hayotni hadya qilishdir. Agar siz ham ota-onangizga munosib sovg'a hadya qilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Biz sizga batafsil ma'lumot berib o'tamiz.